Geymisiz? Yo'q, hazillashmang. Bu yerga faqat geylar mashinasini qo'yishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Faqat geylar uchun parkovka. Salom tog'a. Bu mashina siznikimi? Mana shu mashinami? Ha, o'zingiznikimi? Ha, bu meni mashinam. Sizniki-ya? Xo'p. Aytgancha siz geysiz-a? Men nimaman? Geymisiz? Yo'q, hazillashmang. Bu yerga faqat geylar mashinasini qo'yishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Faqat geylar uchun bu. Xudoyim, men vobshe ko'rmay qolibman. Kirayotganda ko'rmadingizmi? Yo'q-da. Ha, endi bu nima? Endi menga jarima solishadimi? Agar geyligingizni aytsangiz, masalani yopaman. Mashinamni boshqa joyga olsamchi? Menimcha endi kech. Shunchaki geyman deb ayting, bo'ldi, muammo hal tog'a. Men geyman. Geymisiz? Shunday. Ha, yaxshi. Endi sizdan 3 ta savol so'rayman. Gey ekanligingizni tasdiqlashimiz uchun. Xo'p, o'zingizni qanchalik geyman deb o'ylaysiz? 1 dan 10 gacha baholab bering. 10 dan 1. 1 mi? Bu yetmaydi-da, balki 9 dir-a? Bo'pti, 9. Xo'p, 9 yaxshi. Endi ikkinchi savol. Eng yaxshi gey ovozingizda gapirib bera olasizmi tasdiq uchun? Men geyman. Yaxshi. Endi oxirgi savol. Nechta erkak bilan yotgansiz? 7 ta. 7 tami? Xudo, demak siz ancha-muncha katta geylardan ekansiz. Xo'p, bo'ldi. Endi ketishingiz mumkin. To'xtang, shunday mashina qo'yish joylari ham bormi? Faqat geylar uchunmi bu?